Söyümlük balalar, imanның 6 şartının birincisi Allah'a iman etiş. Yani Allah'ның bir işkenliki, fakat Allah kılı ibadet kılındıganlıkıga işiniş. Hemmimizge ma'lum bolgandek, bu kainatның bir yaratquchisi var. Kainat ve biz Janobi Allah'ның kuzatishi ostida turyapmiz. Hamma narsa uning amr farmoni bilan mavjudligini davomlashtiradi. Balalar, imanның ikinci şartı kitaplarga iman etiş. Allah Taala insanlarni egisiz tashlab qo'ymadi. Bu dünya imtihan meydanı. Allah Taala insanlarni dunyoda vaqtliq, huzur ichida yashasın, oxiratda jahannamdan qutulib jannatga kirsin deb bir din avatdi. Dinning amr farmonlari vahiy yozilganni kitob deymiz. Kitob bir umumiy ism. Kitap deyilse insanның ahliga kitap keladi. Kitaplar deyilse to'rt cho'ng kitapni ishorat qiladi. İnsanlarning yozgan kitoblari yozuvchining ismi yoki boshqa bir nom bilan atiladi. Masalan, İmam-ı Azamning ilm holi yoki arabcha darslik kitobi degandek. Bir yerda kitob ismi tilga ilinsa va kitobning konkret ismini aytmasa, bu muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimni ko'rsatadi. Masalan, kitap bilan qasam qilaman. Kitapda o'rni yo'q yoki kitap nima deydi qatorliq jumlalardagi kitap Qur'onni ko'rsatadi. Endi imonning 6 shartining 3-chisi bo'lgan farishtalarga iymon etishni eslab o'taylik. Alloh taolo ko'zimiz ko'rolmaydigan boshqa mavjudotlarni yaratgan. Bulardan biri farishtalar. Farishtalar insonlar qilolmaydigan ba'zi ishlarni qilish uchun xizmat qiladigan mavjudotlar. Ammo farishtalarni Allohning yordamchisi, qizlari yoki o'g'illari desak bo'lmaydi. Chunki Alloh taolaning yordamchisi yo'q. Farishtalar bizga o'xshash Alloh taolaning bandasi. Balalar, ba'zi kitoblarda farishtalarni qanotli qiz deb bayon qiladi. Bu xato. Chunki farishtalarning jinsi ayrimisi yo'q. Sagak bo'lib, undaq yolg'on, o'ydirma fikrlarga ishonmanglar. Bo'lmasa, imonimiz xatar ostida qoladi. Allah bizni qo'g'disin. Do'stlar, imonning 4-sharti payg'ambarlarga iymon etish. Allah Taala insonlarning ichidan pokiz, aqlli, durust bo'lganlarni tanlab, insoniyatga payg'ambar qilib avatgan. Allah Taala insonlarga farishtalarni emas, insonlarni payg'ambar qilgan. Shuni hargiz unutmanglar. Payg'ambarlarmi bizga va sizlarga o'xshashli inson. Ularni bizdan ustun qilg'ini Allah Taolaning iroda qilg'inidek cho'ng xatolikları bo'lmaganligi. Allah tarafidan insonlarga yetakchi qilib tayinlanganligidir. Mana bu ularning bizdan ortiq tarafi. Allah xolisa hammanglar inson va jinlarning yo'lboshchisi Muhammad alayhissalomning ummatiga loyiq ishlarni qilarsizlar. Menmu imanның 5-sharti oxiratga iman etishni takrorlab o'taman. U hayotning faqat bu dunyo bilan cheklik emasligiga, o'limning bir oxirlashish bo'lmasdan bir boshlanish ekanligiga, o'limdan keyin bir olamning bo'ladiganligiga, bu olamning oxirat deyildiganligiga iman etish deganlik. Oxiratda insonlarning bu dunyoda qilgan etganlarining hisobi so'riladi. Mazlumning haqqi zolimdan elinadi. İnsanның bu dünyada amalga oshirolmagan o'y xiyollari u yerda amalga oshadi. İnsanның bu dünyada arzu qilib erisholmagan hamma narsasi jannatda beriladi. Shunga insonlar arzu qilganligi hamma narsa beriladigan jannatga kirish uchun tirishishi. Bu dunyoning o'tkinchi nozu ne'matlariga aldanmasligi kerak. O'ylab beqinglar. Oxirat bo'lmasa, eskilar jazosiga, yaxshilar mukofotiga qandoqmi erishadi? Bizga iymon nisib qilgan ulug' Alloh taologa cheksiz shukrlar bo'lsin. Suyimlik balalar, aslab o'tadigan bo'lsak, iymonning 6-sharti taqdirga iymon etish. Allah tönögün yoki ata nima bo'lganligini oldin bilgachga, hamma ishni taqdir qilib bir kitobga yozgan. Yana İnsanlarning beshiga kelgan yaxshi, yomon ishlarning faqat Allohdan kelganligiga,
Allah'tan başqa hech kimning Allohning ruxsatisiz boshqalarga yaxshilik yoki yomonlik qila olmaydiganligiga ishonish kerak. Beshimizga kelgan balo qazoning Allohdan kelganligiga ishonib, buningga sabr toqat qilgan taqdirda Alloh taoloning mukofotlaydiganligiga ishonishimiz, Allohga isyon qilmasligimiz kerak. Allah Taala her insonga adil muomala qiladi. Biriga boylik berib, salomatlik bermaydi. Biriga salomatlik berib, kambag'al qiladi. Ba'zilar kasal, ammo baxtlik. Ba'zisi boy, sog'lom, ammo xotirjam emas. Buning misoli günümüzdeki bazı baylarının farzandlarining o'zini o'ltirib olishi, heroin chekishi qatorliqlar. Demak ki, boy bo'lish, baxtlik bo'lish uchun yetarlik emas. Shunga Alloh taolaning bizga bergan hamma narsasiga rozi bo'lishimiz, uningga rahmat aytishimiz, boshqalarga hasad qilmasligimiz kerak. Qilgan yaxshi ishlarningmi Alloh taolaning ruxsati, taqdiri bilan bo'ladiganligini unutmasligimiz, yaxshi ishlar bilan mag'rurlanmasligimiz, boshqalarga ko'z qilmasligimiz lozim. Do'stlar, shuning bilan iymonning shartlarini o'rgangan bo'ldinglar. Sabr toqat bilan anglag'ininglar uchun rahmat. Biz sizga rahmat aytamiz. Rahmat apandim. Allah razı bo'lsin. Rahmat sizga. Arzimaydi. Do'stlar, bu ma'lumotlarni o'rganib qo'yishli muhim emas, balki uni hayotimizga tatbiqlash texmi muhim. Dada, men bu do'stlarim bilan birga ko'k ko'lga berib o'ynab kelsam bo'lamdi? Bo'ladi, ammo qorong'i tushishdan burun qaytib kelarsan, o'g'lim. Qarang'i tushib kelsa nima bo'ladiki? Suyimlik payg'ambarimiz namoz shamga azon o'qilishdan burun xonim qizlar va bolalarning uyda bo'lishini buyurgan. Agar payg'ambarimiz buyurgan bo'lsa, biz uchun foydali. Ma'qul dada, qarang'i tushishdan burun cho'qim uyga kelib bo'laman.